cho'q qo'rquv kelganda odam qaltiraydi, titraydi, yurak urib ketadi va nafas tiqilib qoladi. Bunga sabab qo'rquv kelganida nihoyatda katta energiya ajraladi, juda katta energiya ajraladi, rezerv energiyalar va bu energiya organizmni faollashtiradi. Chunki xavf signali bor. O'zingni qutqar degandan keyin, energiya kelgandan keyin u sizni sakrashingizga, qochishingizga, hamma narsa qilishingizga kerak bo'ladigan energiya va ayni paytda esa qarama-qarshi kuchlar paydo bo'lgani uchun titrash paydo bo'ladi. Bir nechta kuch paydo bo'lganligi uchun ham yurak urib ketadi. Chunki o'ta katta energiya, o'rganilgan energiya emas, dinamika paydo bo'ladi, harakat paydo bo'ladi organizmda va qonni yaxshilab yurg'izib berish uchun yurak ham tez faol ishlashni boshlaydi. Ana endi buni nima qilish kerak shunaqa paytda? Ko'pincha bostirishga, tinchlantirishga, qaltirayotgan narsani to'xtatishga harakat qilishadi. Bu noto'g'ri nima uchun? Tasavvur qiling, organizmingizda xavf signali bo'lgandan keyin demak urush signali bo'ldi va sizni sonsiz sanoqsiz poylab, dam olib yotgan, urushga tayyorlanib yotgan askarlaringiz urush signalini eshitib uyg'ondi. Millionlar, milliardlar deylik, qurol yarog'larni ko'tarib chiqishni boshlashdi. Oqin kelishni boshlashdi. Maydonga to'planishni boshlashdi. Chunki urushga tayyor holatga kelishdi. Bombalar ishga tushdi. Qanaqatga o'tamiz deganda pushkalar, tanklar hammasi ishga tayyor. Bu bilan bostirish, u bilan qarshi kurashish degani tasavvur qiling, o'zingiz askaringizga qarshi o'zingiz kurashasizmi? Hammasini bitta qilib albatta noto'g'ri. Nimaga? O'zingizga qarshi o'zingiz kurashyapsiz. O'zingizni bitta kuchingizni ikkinchi kuchingiz bilan yana bitta askarlarni ularga qarshi tashlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz bittasiz. O'zingizni kuchingiz chunki, to'g'rimi? Yoki to'satdan ularni qanaqadir bir tormozit qilishga, to'xtatishga bo'lgan imkoni bormi shunaqa katta energiyani? Xuddi boyaga aytgandek, o'zingizga qarshi kurashish bo'ladi. Yoki boshqa manipulyatsiyalarni qilish, albatta bular xato. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda kurash, ular sizni himoya qilish uchun chiqayotgan narsalar, u siz askarlaringiz. Ularni qabul qilish kerak. O'ta katta energiya. Uni shunchaki qabul qilish kerak, uni kutib olish kerak. Va ularga buni yolg'on signal ekanligini bilgandan keyin bittada bo'lolmaydi. Inersiyaga ko'ra bittada to'xtaolmaydi. Yolg'on signal ekanligini bilgandan keyin o'zi sekin energiyasini tugatib bo'lganidan keyin o'zi sekin joyiga tushishni boshlaydi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun ham siz chuqur nafas bilan yordam berishingiz kerak bo'ladi tanangizga. Ana shunaqangi katta sizni joningizni saqlash uchun kelgan organizmingiz ajratgan energiyasi zoye ketmasligi, undan keyin kuchsizlanib, bo'shashib yoki juda katta bir anaqaga taranglikka, tanani qisilishiga kirib qolmasligi uchun shunchaki uni kutib olasiz, qabul qilasiz. Bu sizni to'g'ri munosabatingiz bo'ladi qo'rquvga nisbatan. Men psixoanalitik Shahnoza Halilova 16 yillik tajribamga ko'ra tanaga yo'naltirilgan terapiya qo'rquvlar bilan ishlashda eng to'g'ri, eng samarali metod ekanligiga amin bo'ldim. Va boyagi aytganimdek, qaltirashlar, qo'rquvlar, bu uni qaltirashlar, yurak urib ketishi, uni bir simptomlari bo'ladigan bo'lsa, aslida uni asl sabablari nima? Bular haqida keyingi videolarimda kuzatib boring, o'rganing. Qo'rquv, xavotir kelganda o'zingizga va yaqinlaringizga to'g'ri yordam berishni o'rganing. Salomat bo'ling.